Bu qizimizni ismi Marjona, yoshi 17 da. Agar ko'rgan bo'lsangiz, bundan taxminan 2 hafta oldin buni videosini chiqaruvdik, xalqimizdan yordam so'rab. Ya'ni bundan 8 oy oldin hammomda buni qo'llari, oyoqlari, yuzlari yonib ketgan edi. Biz buni Hindistonda operatsiya qildiramiz deb turib, xalqdan yordam so'rab video chiqaruvdik. Mana operatsiyasiga yetadigan summa yig'ildi. Ya'ni bu joyda 11.100 dollar. Mana olasiz. Hamda do'stlar, Bolajon dunyosi xayriya fondidan yana 4.000 dollar viza kartalariga o'tkazib berildi. Ya'ni 15.000 dollar atrofida mablag' yig'ildi. Mana sizlarning yordamlaring bilan men Hindistonga ketyapman. Xudo xohlasa yaxshi bo'lib kelsam, hammalaringga duo qilaman. Mana operatsiya uchun ketadigan mablag' yig'ildi. Inshaalloh borib sog'ayib kelasiz. Mana 2 hafta, 3 haftadan keyin borasida operatsiya bo'lib qaytib keladigan bo'lsangiz, birinchi operatsiyani o'zida rezultat bilinadi. Chiroyli qilib xalqimizga yana video qilib chiqaramiz, yuzlarimizni ochib. Alloh shifo bersin. Rahmat. Do'stlar, 2-3 kundan keyin Marjonaxonni operatsiya bo'lib chiroyli holatga kelganini ham qo'yamiz. Agar sizga qiziq bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, bemalol istoralarimizni kuzatib borishingiz mumkin.